Analniy probka. Bluetooth orqali telefonda pult orqali boshqarsa bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda ochib ko'rsatamiz. Buni har xil rejimlari bor. 5 shumni ishlaydi, zaryadchili bor. O'zini probkani o'zidan ham даже boshqarib ishlatsa bo'laveradi. Probkani razmeri M razmer, o'rtadagi 3 tala komplekt probka olganlar bilishadi. O'rtasidagi M razmer hisoblanadi. Ichidan shunaqa dokumenti chiqadi. Probkani o'zi ishlashlari. Probka silikon. Mana shu yerdan USB zaryadchiliga qo'yiladi. Mana zaryadchida. Pult orqali boshqarsa ham bo'laveradi. Pultning shu qismidagi probkasi bo'ladi. Shuni olib tashlaymiz edi. Buni birinchi yoqib olamiz. Bu yonda mana. Yongan holatda endi pult orqali boshqaramiz. Mana 12 ta rejimda bemalol ishlatsa bo'laveradi. Bu yerda yuviladi deyapti. Vibratsiyasi bor. 10 ta rejimda deyapti. Bez zug ishlaydi deyapti. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. 24/7 dostavka xizmatlarimiz ishlayapti.